o'zi deyarli mana shu mashinalarni Cobalt bormi, nimaiki qanaqa mashina keladigan bo'lsa, barisiga foydali videolar chiqarib kelaman, lekin ko'pchilik ko'rishmaydi-da, ikki qayta xarajat qilib, boshqa joylarda qo'shimcha xarajat qilib yurishadi-da. Endi bilmay qoldim. Endi har bitta videoyimda ko'rganlaring uchun pul beraman deb qiziqtirib videoni ko'rsatishim kerakmi? Ko'pchilikni beradigan savoli nima bo'lyapti? Hozir zavod qilaman, ertalab ventilatorim ishlab ketyapti, sovuq holatida ham ishlab ketyapti. Конечно, ishlaydi-da, bu oyna qaratilgandan keyin bunisigami farq yo'q, ishlaydi. Xohlasalaring, xohlamasalaring arada mana konditsioner anosi relisi qo'shib, o'chirib shunaqa qiladi. 66 gradus bo'lib turibdi. O'zi asli 98 gradusda ventilyator ishlash kerak, lekin mana shu holatda ham, sovuqlik holatida ham, mana shu sovuqlik holatda ham ishlayotibdi. Mana konditsioner yana qo'shdi. Hozir endi qarab turamiz. Konditsioner o'chishiga. O'chdi. Endi mana ventilyator birinchi palashinasi bitta ishlab oldi. Yana o'chdi. Bu yerda konditsioner o'chiq turibdi. Hop, menga har kuni bir xil savol bilan telefon olishadi. Videolarni ko'ringlar, bunaqa videolarni juda ham ko'p chiqargan bo'lsam, aynan mana shu haqida, tema haqida juda ham ko'p video chiqargan bo'lsam, konditsioner qo'shdi. Mana ventilyator yerdan ham kuzatdi. O'zi oynaga qaratganlaringdan keyin bu Cobaltlarda shunday konditsioner qo'shib, o'chiradi. U ittalar holat bo'ladimi? Kechqurungi holat bo'ladi. Endi ko'pchilik mana uni ochiq, birdarini ochiq, o'rtada birdarini aytildi, 10 lik birdarini aytildi, to'g'ritashni maslahat beribdi. Bu juda ham xatoni kattasi. Zavod bekordan oynaga qaratilgan payt konditsioner qo'shadigan qilmagan. Uni ikkita sababi bor. Birinchi sababi ichkarida, ya'ni mana ichkarida oynalar parlanib ketmasligi uchun laboy oynaga birdaniga issiq havo berib, issiq havo, misol tashqari sovuq bo'lsa, ichkari issiq birdan berib, laboyga trishina tushirmasligi uchun o'ylab chiqarilgan narsa bu. Sizlarning foydalaring uchun mana konditsioner yana qo'shdi. Hali 77 gradus, hali ham sovuq mashina. Mana o'zi o'chadi, ventilyator mana, ventilyator qo'shdi. Bu yerda mana konditsioner o'chiq, lekin oynaga qaratilib turibdi. Bunisiga qo'yasizmi, farqi yo'q. Ikkoni ham qo'shadi. Kecha bitta aka telefon qilib turadi. Men programma qildirdim. Ertalab ventilyator qo'shib yuboray turdi. Programmachiga olib borsam, buni programma bilan yo'q qilib beraman deb programma qilib berdi, lekin baribir ham ertalab qo'shyapti debdi. Aka dedim, klimat kontrolga qarang, oynaga qaratib qo'yib, pechkani yo'q qo'yganmisiz dedim. Mana uni 1 gami, 2 gami qo'yganmisiz oynaga qaratib desam, ha. Unday bo'ladigan bo'lsa, конечно qo'shadi-da bu. Konditsioner qo'shgandan keyin ventilyator постоянно aylanadi. Uyingizda ham bitta konditsioner bo'lsa, konditsioneringizni issiqqa qo'yasizmi, sovuqqa qo'yasizmi? Yo'qsiz, joy darajasiga tushuntirayman. Konditsionerni yoqqaningizdan keyin orqasida katta parra aylanadimi? Bu ham ventilyator bir ishlab, xladagini tushirish uchun bir ventilyator qo'shib, parra ishlab, bir pasaytirib olish kerak. Shu narsani videosini juda ham ko'p chiqarganman-da, charchablab ketdim-da gapiraveribdi. Prosta tak videoni o'tkazib yuborasizlar, ko'rmaysizlar-da, keyin mana yerda xarajat qo'ydim, programmaga olib, programma qildirdim, foyda bo'lmadi deysizlar. Nima kerak programma qildirib? O'zi shunday tabiiy narsa-ku bu. Hech qanaqa ziyoni bo'lmasa buni. 1000 tadan ziyod videoyim bo'lsa, bir 70-80% o'zi foydali ma'lumotlardan iborat bo'ladigan bo'lsa, menga like bosing, yo podpiska tashing, yo birov nima qiling degan sharti bo'lmasa, pulli sayt bo'lmasa, videoni ko'rib foydali ma'lumotlarni o'zlaringga o'rganmasalaring, ana shunaqa qo'shimcha xarajat qilmaysiz. Hozir akamiz ham aytibdi, "Niza shu programma qildiribman" deydi. Ha, конечно, niza shu programma bo'ladi, ortiqcha xarajat bo'lgan. Shu videolarimni ko'rib chiqqanlaringda shunaqa narsa bo'lmasdi dedim. Topolmadim. Qanday topolmasligi mumkin? O'zi deyarli 80% video ma'lumot bilan iborat bo'lsa, videoni prosta o'tkazib yuboradi, mana yerda keyin ortiqcha xarajatga tushirishadi. Ataylab har bir videoyimda ozroq bo'lsa ham ma'lumot ilinib boraman. Chunki odamlar bilsin, hayda yurgan mashinada nima, qanaqa ishlash kerak, prinsiplari qanday bo'lish kerakligini bilib yursa, ertaga kunda bir ikkita joyga borib, tushunmas xarajat qilib qo'yishmasin degan maqsadda qilaman. Bu birdan aytildi, so'rdirib qo'ymanglar. Oynaga qaratilaring, ventilyator sovuqmi, issiqmi qo'shib, o'chirib, xuddi shunday qilaveradi mana. Hozir ham mana o'chib turibdi. Birpas suratda yana qo'shadi mana konditsionerni qo'shgandan keyin birinchi palashina ventilyator bitta o'chib yonadi. Bu narsani hech qanday vahma joyi yo'q.
buni programma bilan to'g'irlashda iloji yo'q. Agar to'g'irlamoqchi bo'lsangiz, o'sha predargentilda ventilyator ishlash yoqmaydigan bo'lsa, o'sha predargentilda so'rib qo'yinglar, bo'ldi, tamom. Videolarga bee'tibor bo'lmanglar. Sizlarga foydali ma'lumotlar ilinib boradigan paytim, mana ventilyator bitta qo'shdi mana. Sizlarga foydali ma'lumot ilinib boradigan paytim, sizlar просто tak videoni klip ko'rgandek o'tkazib yuborasizlar, hech qanday bir o'zlaringga bir foydani olmaysizlar. Ko'pchilik o'zi 80-90% odamlar o'zi meni videolarimni ko'rib, juda ham ko'pchilik ma'lumotlarni o'rganib, men bilan ancha narsadan foydalanishgan, lekin ayrimlar shunchaki klipni ko'rganda mana bunaqasiga o'tkazib tashlaydi, like ham bosmanglar mayli. Shunchaki videoda olib, ma'lumotni olib foydalaninglar. Bitta mana shu narsadan foydamiz tegadigan bo'lsa, haqqimizga duo qilib qo'ysalaring bo'ldi akalar. Nizlashda xarajatdan qo'shimcha xarajatlardan qutqarib qolgan bo'lsa, haqqimizga duo qilib qo'ysalaring bo'ldi akajolar.